Ertalab xo'roz qichqirmasdan qo'shnim telefon qilib, bugun zavtraki siznikida qilamiz deb qoldilar. Yana gap oxirida shakar choyga qornim to'ymaydi, baquvvat zavtrak tayyorlarsiz qo'shnim deb telefonni qo'yib qo'ydilar. Baquvvat zavtrak qanaqa bo'larkan deb xolodilnigimni ochsam, pyuremelkini smetanasi bor ekan. O'zim yaxshi ko'radigan shirinligimni qilib tashladim. Shirinligim pishguncha malini somsa xamiridan kartoshka serli somsa qildim. Bo'lsa bo'lsin, shu qo'shnimga bo'lsin deb. Qarasam vaqtim bor. Pyuremelkini ustidan pankeklab pishirdim. Uyda aksiga olib nonam qolmabdi, non olib keling qo'shni deyishga uyalib, malini qatlamasdan pishirib qo'ydim. Uyda diqqin kasaliga uchramasdan zavtrakni balkonimda qilamiz deb bir amallab stolimni olib chiqdim. Dasturxon solmadim, g'ijim bo'lib yotgani uchun dazmol qilishga to'g'risi erindim. Stolimni pishirgan narsalarim bilan bezatdim, choy damladim, kofeyim tugagan ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Qo'shnimga tayyorlagan zavtrakim yoqarmikan? Qo'shnim aytgandek baquvvat zavtrak bo'ldimi?